Hey, to'nda. G'ayrat akani sen yozganmisan? Men yozganman. Qani ko'rinmayapti. Qani. Ko'rsataymi? Ha. Qanday ko'rsataman? Qani? Ko'rsatmasang erkak emassan. Ha, ha, u uyatmasdan ko'rsatsa ham bo'laveradigan ekan, yozgan joyda. Ha, talaba Ha, raqsini biladiganlar faqat o'zi o'ynasin. faqat bu bolani bitta iltimosi bor. Shu paytgacha ustimdan kulganlar bugun ham kulib turinglar deyapti. Qani. Hey, baby. I know it's fake, pero ven acá. Mayillarda. Nimaga aka? Yo'q bo'ldi raqsi. Yo'q, просто sahnani yana tozalab chiqaman. Hadudan ham haydash o'rnasi. To'ylar beraylik-a, mayonlarda ham bitta so'roq qilaman. Peratda. Ramadan dastlab laqsacha fursat davomida Tasanno savdo markazining Tasanno jamoasi bo'ldi. Kelish olganlar savdoga kiribsiz, rosa massajlar qilsiz akani. Shundan keyin hakam bo'ldim. Qani? Sho'rbek. Qani? Savol. Mana Instagramda aktiv ishchi videolar nima sababdan? Yaxshimanda, abonasiman. Tasanno. Ilhom aka. Tolimjon. Muzeyga bordingiz-da, o'tdingiz muzeyga o'tirdingiz-da. O't mana kim bo'ladi? O'tmas. Xullas ana muzey chatni tabriklaymiz, sovg'alar ekansiz dedi. Nima deysiz? Baxtlarga shunaqa bor-ku. Tasanno jamoasiga bermoqchiman. Demak, bugungi bellashuvimizda ikkinchi to'pni qo'lga kiritadi Tasanno jamoasi. Navbat Javohir Ibragimovga, marhamat. Bugungi bellashuvimiz Tasannoga bersam bo'ladimi, to'pni yo olishdi bo'ldi? Berildi. Oldi dedingiz, ateş bersan. Unda hisob deb olaylik mana bu. Hozir ikkalavomanda men jamoalar birsam-da. Garri nima edi? Tasanno. Demak, 5-to'pni egasi Tasanno jamoasi. Demak, Boyko. bugungi bellashuvimizda Farpinator hamda Tasanno jamoalari ikkitadan to'pni qo'lga kiritmoqda. Qaysi javob turamiz? Hakamlardan qandaydir boshqacha bugun ikkita to'pni qo'lga kiritishi mumkin degan edik, lekin hakamlar o'zlarining fikri bilan xohlaganiga to'pni taqdim etishdi. Lekin shunda ham bugungi bellashuvimizda ikkita to'pni to'g'ri jamoa qabul qilib olibdi. Demak, bugungi bellashuvimizda mutlaq chempion 10.6 ball to'plagan Tasanno jamoasi. Tasanno jamoasi. Qadrli teletomoshabin do'stlar, navbatdagi bellashuvimizda sizlar bilan ko'rishguncha deb qolamiz. Xayr, salomat bo'linglar.